ishimizni xudo xolasa yakunladik. Mana shu joylarimizga qanday fason, qanday listlarni ishlatganimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Endi bu joyimiz lokatsiyasi bilan tanishib o'tsak, Toshloq MF Chamanzor ko'chasi. Xudo xolasa ishlarimizni boshlayman. Ustakalarimiz yakuniy jarayonda. Charchamayapsizmi usta? Tanijoningiz sog' bo'lsin. Mana shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab bir dona laykni gumillatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana endi bu joyimizni 0.4 qalinlikda ishladik. Oqqon mokriy. Tarnosini qo'ydik. Tarnosini 70 ming so'mdan pagoni metrini shuning ichiga hop shilipkasi kiradi. Hop shunda kransheyni bor, i tarnos, usta xizmat, hamma narsa shuning ichiga kirib ketadi. Endi list qalinligiga kelsak, 0.4 qalinlikda ishlatdik. Aksessuarlarini 0.35 qalinlikda qilib berdikda 135 ming so'mdan 0.4 qalinligimizni aksiya emasda shuni qilib berdik. Hayotda go'zal fasonlar mana ravatxonalar ko'rib tursa, ichkarilarda bor. Ichkarilarga kiramiz, qani ketdik. Mana bu ichkari tomonimiz, ichkari tomon bu shu ko'rib turgan joylarga 200 kvadrat list ketdi. İchkari shafkamiz boshqa fasonda bo'ldi. Nihoyatda ikki pog'onalik. Birinchi 90 graduslik, keyin peshonali qo'ydikda, uni orqasiga 90 graduslik dasturxon deb qo'yamiz. Shu fasonimizga ketdi. Xudo xolasa nihoyatda go'zal fasonlarimiz bilan ishlab berdik. Xudo xolasa uydagilarga ham yoqdi degan umiddamiz. Yoqdi, xudo xolasa. Mana bu tomonimiz kaltaroq shafga chiqib qolgan ekan, shu kalta tomoniga ana bitta kasetali qilib berdik. Bir pog'ona bo'ldi. Mana bu tomonimiz 2 pog'ona bo'ldi. Xudo xolasa bu joylarimizda jichchi ishlarimiz bor, chola ishlarimiz hali to'liq yakun emas. Hop, mana joylarini aytdik, fasonlarni aytdik, oqqon mokriyligini aytdik. Xudo xolasa yana kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana shu nomerimizda Telegramimiz ham bor. Telegramdan bemalol joyingizni shunday holatda syomka qilasizda, joyingizni aytasiz. Misol 120 ga mana uzunligini aytasiz. Misol 20 metr desangiz, biz sizga telefonda turib xomchotini chiqarib beramiz. Misol yillar davomida qilgizmoqchi bo'lsangiz, shunday mana ravatxona ham shunday bo'ladi. Yillar davomida qilgizmoqchi bo'lsangiz, biz sizga shuni misol necha kvadrat, necha pulga tutishga to'g'ri aytib beramiz. Bemalol siz hisobingizni olib, bu yog'ingizni xudo xolasa jamg'arishingiz mumkin. Mana misol ravatxona ham misol 4 metrga 4 metr bizga bo'ldi, shu yetadi. Shuni biz sizga xomchot qilib beramiz. Bemalol hisobingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Endi shunda manaqa keyingi borganimizda biz regellar bor, mana shunday regellar bor. Mana bu joyda regel bor. Keyingi borganimizda qo'shilib qolishi mumkin yoki kamroq chiqishi mumkin. Xo'p, yana kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Har qanday bir qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, xudo xolasa. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, bir donadan laykni gumillatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.